Hammaga teşaman, xotirjam turibsizlar. Urumchimi nihoyatda chiroyli qilib ketdi. Yildi kelsam Urumchida zo'r o'zgarishlarni bayqayman. Yangidan silingan bino yoki ko'rikning tagida to'ruk degandek. Endi Urumchida mashinalarning sarxilini bayqaymiz-da, eng yaxshi mashinalar bor. Lekin nachar mashinalar bor-da. Biz Nandigo'dan tushib kona bir mashina chiqib qopdimi? Uni bir bo'y haydaydi ekanda. Mashina necha moto aydadim balam. Aynan lekin mashina 3000 so'm pul topgan. Mashina elib hozir haydayaptimi? Bitta. Da qarasam iliqi nimalari to'liq emas. Shundan aka buninki manchiga chiqdi degan birimiz yo'q bo'lsin. Ay o bo'lmagan bilan o'zim bilmayapman. Men 30ga chiqarsam oldi chiroq taranglaydi. 40 chiqarsam buni eshik jalaqlaydi. 50 chiqarsam oq eshik hammasi biroq jalanglaydi. 60 chiqarsam tushirim kasıldaydı balam. Yepmen bir sallang mashina ekanda, bir yosh yigit haydaydi ekan. Haydab ketib qolsa, loppada qizil chiroq inibga shappa to'xtatib tursa, keyin jangdi bir narsa uribdi. Kim urdi? Birab turgan-ku men buni olgan-ku deb. Shunda olib chiqib qarasa, o'sha mashina. Balam endi qanday qilarsan men mashinani urib qo'ydim. Yo qanday qilma aka? Ya sizni urg'unimizsa, yo mashinamizni tatib olganimizsa, yo pul olganimizsa, ketaverman demamdi deb. Achchiq kelib shu mashinani g'op deb meni vang'id ketib qoldi-da. Bir kamdagi qizil chiroqning yoniga kelib lappa dinibga shappa to'xtatsa, kendan taraq jang uribdi. Va kim urdi bu mashinani deb shunda olib chiqib qarasa, ayliq bo'y. Balam men menga Urumchiga tunji kelib qarashimiz, ishkin doktorxon davolatdan Sulaymon Rozgamni yo'qlash bo'ldi. Oblashim hokimda shu bizni apadi. Berib hamda ro'yini ko'tarib qiziq chaqchaqlarni qildim. Bir kamdiki so'rdim men. Sulaymon akamosh Qotanda to'liroq Mehmatning o'rniga Mat degan gapni ishlatdi ekan. Uning lekin shu bir yoq berib degani beribmay, biribdi deydi ekan desam. Voy Akramjon, Qotanlikga aqlliq ketdi. Sizdak bir deb anlaşmaytmiz, bir deb udulmamaytmiz. Bir ağıyla badamdı. Ayoli shunchalik o'rin. Bugun degan ishni ertaga chiqmaydi-da. Bir kun atigan bir ishdan buni kirib qopma, o'yning butunlay kiyim-kechak o'taqdek ya yo'q. Men bir safar o'tadim. Bu kiyim tanlovdi. Hey! Shankurim qini. Voy, anaga tumanda. degan muzdaq qo'y bu. Voy, kiying, ishingizni qurib ketadi. Aytdi. Angiz ko'ylakni chiqqan, ko'ylakning mayaji. Voy, bu qanday qilma buni? Voy, yomayman deb oqshom esimda yomamabdi men qarab. Voy, sizning qo'ltig'ingizda tishingiz bormi? Nimandaq bu kechki yutildi? Voy, kiying, kostyumingizning ichida qoldi. Deb buni kiygizganda ishtondan olsa, ishtonning og'zi. Voy, bu qanday qilma bu og'zi tuqqodiz. Voy, buni unutqapman, tundagi yamayman deb esimda yo'q. Voy, siz bundaq o'tamaysiz, voy derdi, qisib o'tagam sizni. Esamkam bir boshqani izlab beribdi. Bordika atkining deyotgan, o'ginkining, undinkining, shundinkining bari deganki katib esamkamni endi tortib. Ve aka, quruq gap qilmang dedi. Deb ketib bordim. Hem bir şolga ketdi. Ve uka, bu gapimni bir anglat. Ve aka bu nima qilganimiz bu debdi. Ve quruq gap bo'lmaydi deb anglab gapimni nem deb qo'ydim. Bir mekiyan bilan bir kala o'zaro paranglashib qopti. Mekiyan debdi-da. Hey kala qara. Men mush uzunni bilan haqlan tuxum bilan ta'minlayapman. Uning ustiga yaqin shu to'pamdan chiroqni yiqib qo'yib, kechidimi to'qiyapman. Mushuncha o'lar Japan tasam to'xta. Ma'ning bir yam qo'shib berayli, yoki quvvat bir narsa qo'shib berayli, yoki damilish chiqayli. Ya. Bek ko'nglim keldi. Bir rahmatmi yo'q degan kala. Ay, nimanchilar o'zingni ufurtsa. Voy, men azaldan beri haqlarni sut bilan ta'minlayapman. Ishchivatdi. Xalqliq chirmaydigan nimalarni qo'shib setyapti. O'g'irlik qilib, to'q bilan seg'yapti. Uning ustiga bolasini emitmay, mening sutim bilan beqyapti ba'zi haqlar. Uningga rahmat yo'q. Yantiqmi Shimol Shinjongda ash G'o'lji tarafida hammasi atgancha ichdi. Voy, mush vaqt biroq G'o'ljilar kelib meni bir opa deb taqdimi?
xeyri bir mo'may uyda bolalarni, navlarni tillab aramamapti da. Yo'q qilash, mama deb atrofimni cho'glab Qizilbuloqning jillarida boshqa momang yo'qmi sen qaqnang? Degandekin o'g'li doktorga apiribdi. Apag'anki doktorlik muzdakni bilim da u yerga yiqitishirib. Lekin afkam. Apingizda ya bir qon quyuq yo'q, ya bir meni qo'rilish yo'q, yoki bir shekar og'riq yo'q, yolg'izchilik. Vaqtida bir to'yni qilib qo'ying debdi. Qanday doktorman bu? Demda babamning to'yni qilib kerakmi deb vaqirabkan, mo'may a'lo qilib. To'xta bolam, to'xta. Bolam to'xta. Shu qo'shib qolay. Doktorning degani bir qaqini. Biz burunmuş Urumchiga kelgan vaqtimizda bakmi burun emas. Bakmi yaqin emas. O'tirliqda Isamkan bilan keldik biz. Kelgan vaqtimizda ustiga yotoq, osti bir restoranga bizni shu yotoqda yotimiz, restoranga mehmonga chaqirdi. Chaqirgandan keyin bu yerda chaqchaq oldi, naqsh oldi, bir shoir bor ekan. Ishchivopda hech kim she'r o'qima demabdi-da. Shundan Isamkan. Isamkan bir qobli she'rim bor, o'qib bersam bo'ladimi degan. O'qi uka, biz birdam o'ramalayli degandi. Singlimga deb o'qidi, uzun she'r ekanda. O'qib, Isamkan singlimga degan she'rim qanday o'qib deb chapmandatgan. Yaxshi, jamiyat ishining o'zini debsa, yaxshi deb maqtadi. Shuni qaytadigan bo'lib, hammamiz ishning tuyi kelsak, yana kapta fungintat. Isamkan singlimga degan she'rim bo'ptimi? Yaxshi, bundan keyin teg'imi yaxshi yoz, teg'im ilgirlar. Yuringlar mangayli deb mangdoq. Soat 12dan keyin liftni to'xtatadigan o'chaqda. So'ng palampaydan chiqish to'g'ri keldi, Isamkanning demiyat mavjudda. deb bir to'xta, birdam aram elib olaymi, demim yetmidi deb turadilik shoir nerdan paydo bo'ldi? Taq chiqdi fungintat. Isamkan singlimga degan she'rim bo'ptimi? Dedim-ku, baş yaxshi dedim ki, ilgirlar dedim, bo'ldi-ku. Devrimse tepiga mangazil tüvengi tartib. Deganda qapmanga Isamkan deb, chunga deb tushiribdi. Şunu mangdı bu Isamkan. Yen neç qavat va? Ben 5 qavat var Isamkan, g'ayrat qilib. Urumchi degan binani og'amchidek soldiga yakina. deb bir to'xta demim yetmedi. Deb turadilik shoir nerdan paydo bo'ldi? Taq yugurib chiqdi, fun yeridan. Isamkan sonimda, voy, achingni sangi qo'yaycha bunini.